Assalamu alaykum Safiya ballar taomlari salonimizdagi xonim qizlar. Bugungi o'tilgan yangi dars yaponcha taom lamnariya o'ralmasi. Kerakli materiallarning hammasi qalamcha holatda tayyorlandi. Tarxamak, tuxumni pishirib qalamcha qilib to'g'rab olamiz. So'slanli kallak basay, qizil sabza, qiza. Bir qoshiq gunjut miyi, mushu guruch ashlini pishirib olamiz. Tuz bilan moy qo'ygan asab pishirib olamiz. Ondan lamanariya, ondan mushu chig'. Qizlar bir qo'shiq bu gunjut miyimizni mushu 3 xil ko'katning ustiga timitib olamiz. Qizlar mushu osh taxtimizning ustiga chig'ni qo'yib, uning ustiga mushu lamanariya yaproqchisini qo'yib, uning ustiga mushu guruch ashni takshi yeyib olamiz. Cho'qim mushu orliqni qilib qo'yinglar qizlar, bo'lmasa takshi yegalmaydi. Ondan mushu materiallarni, ya'ni mushu ko'katlarni yaxshi ko'rganinglar asosida ranglar qilib tizsanglar bo'ldi. Qizlar men video ilish qulaysiz bo'lib qolg'achqa buni bevosita yo'g'ib uni o'zinglar yo'g'alaysizlar. Shundaq yo'g'ab, buni 2-3 minut turg'izib, o'tkir pichoqlar bilan kesib, taxsiga tizsaq bo'ldi. Qizlar mana intayin chiroyli ranglar pishgan lamnariya o'ralmasim tayyor bo'ldi. Agar lamnariyaning ta'mini yaxshi ko'rsanglar, tuxum po'shkili pishirib, tuxum o'ralmasi qilsanglar bo'ldi. Intayin mezli holatda pishirdi tuxum qilsanglarmi. Hammalarning bir qismini sinab beqishni umid qilaman. Unda biz bugungi dars tamom, bilmagan, tushunmagan yerlar bo'lsa, ayrimxonda so'rasanglar bo'ldi qizlar.